Assalomu alaykum azizlar. Ismim Muhammadov, familiyam Karimov. Namangan shahridagi Karimov Dental klinikasida ishlayman. Shu bilan bir qatorda Vodiy Dental Discussion klubini a'zosiman. Bugun xudo xolasa Vodiy Dental Discussion klubini podkasti bo'lib o'tadi. Bugungi mehmonimiz Kamoliddin do'stimiz bo'ladilar. Bu yoqda faqat asosan stomatologlarimiz uchun mavzularda gaplashamiz, turli xil mavzularda. Kamoliddin, ozgina qisqacha bo'lsa ham agar o'zingiz haqida bir tanishtirib o'tsangiz obunachilarimizga, baribir ko'pchilik hamma taniydi sizni. Yana bir Men Muxtor Kamoliddin 1996-yil tug'ilganman. Farg'ona viloyati Rishton tumanidanman. Stomatologiyaga 2015-yili kirganman. 20-yili bakalavriatni yakunlaganman. Ozgincha vaqt ishlaganman. 2 yil. Keyin 2022-24-yil Toshkent davlat stomatologiya institutida yuz jarrohligi bo'limida ordinaturani tamomlaganman. Shu faoliyatdan buyon stomatologiya sohasidaman. Qo'ldan kelgancha stomatologiya sohasiga o'z hissamni qo'shishga harakat etaman. Shu oddiy sizlar qatori stomatologman. Kamoliddin, savollarga o'tamiz. Institutni bitirgandan keyin sizda qanaqa kamchiliklar yoki qiyinchiliklar yuzaga chiqdi? Baribir biz ham sun'iy boshidan kechirganmiz. O'qish bitirgandan keyin o'ziga odam haligi yo'nalish topish yoki yana praktik jihatdan ustoz topish degandek muammoli vaziyatlar yuzaga keladi. Shu qanaqa jarayonlar bo'lgan sizda? Institut o'qish qiyin deb o'ylasangiz ham, lekin bitirganingizdan keyin haqiqiy qiyinchilik boshlanadi. Chunki masalan men 2020-yili Andijon davlat tibbiyot institutini tamomlaganman. Bu yerda bitirgandan keyin o'sha o'zimizning tumandagi, Rishton tumanidagi bitta qopga vrach stomatolog bo'lib kirganman. Bu yerda sharoit juda ham qishloq oilaviy vrachlik punktimi? Shunaqa. Shu yerda 0.25 stavkada. 0.25. Stomatolog. Unga ham tanish-bilish qilmaganmiz? Yo'q, hamma tanish-bilish-ku o'zi. Senga aytaman. Tanish-bilish bo'lsa qopda turmasin. Tanish-bilish yo'qligi uchun qopga joylashgan. U yerda eng orqadagi o'sha kitoblarda o'qigan stress shunaqa. Xullas, juda ham sharoit yomon holatda. Bu yerda ishlashlikni men tasavvur qila olmaganman. 8 oy faoliyat yurgan bo'lsam, juda kam sonli bemorlarni ko'rganman, asosan yuborganman. Xususiyda eng ko'p faoliyatim xususiyda bo'lgan. Qo'shimchasiga xususiyda ishlaganman. 2 yil davomida ishlash davomimda masalan ko'rasiz, boshqa doktorlar kuzatasiz, ularning ishiga havas qilasiz. Siz qilyapti turgan ishingiz go'yoki ularning ishidan ko'ra ancha past darajaligini o'zingiz his qilib turasiz. Gapirmasangiz ham o'zingiz his qilib turasiz. Orzu ularning ishlari go'yoki orzu, shunaqa ishlash, qanday ishlashar ekan degan savol bo'lgan. Bu savol ancha insonni qiynaydi va institutda bularni o'rgatishmagan bizga, to'g'risi. Ya'ni protokol bo'yicha, qanaqa protokol? Keladi, davolaysiz, og'riydi, og'rimaydi, nimaga bunaqa davoladimi? Faqat haligi tashxislash bo'yicha protokol bor endi. U ham shunaqa. Lukomskiy klassifikatsiyasi bo'yicha. Endi. Shunaqa. SNG bo'yicha u ham. Shunaqa. Xullas, eski shkola bo'yicha bilimlar bo'lgan. O'sha bo'yicha ishlaganman. Lekin media olamiga kirsangiz, umuman boshqacha tushunmaydigan juda ko'p terminlar chiqqan. Biz 5 yil institutda nima qildik degan savollar bo'ladi. Qayerdan bularni o'rgansam bo'ladi degan savollar 2022-yilgacha qiynagan. 2 yil yurgansiz. 2 yil, 2 yil. O'sha paytdagi ishlarni ko'rsam hozir. Endi hozir mana 2 yildan keyingi o'zgarishlarda juda katta o'zgarishlar bo'lib ketdi. Men ham o'zim 2021-yil bitirgan bo'lsam, 1 yil davomida o'sha men ham yo'limni topishim qiyin bo'lganda, misol bitta yo'nalishga tushib olgungacha узкий specialist bo'yicha. Endi hozir mana oxirgi 2 yillik ichida, 2 yillik davomida biz mana diskussion klubimiz tashkil topdi. Buni boshqarishligida baribir siz bor, sizdan boshqa guruh a'zolari ham bor. Yana bu shu klubni tashkil topishi g'oyasi, ideyasi qayoqdan kelib qoldi? Endi nima maqsadda bu narsa tashkillashtirildi? Bu g'oya aytdimku hozir media olamidagi bu ishlar odamni orzu
havasini kelardi boshqa doktorlar deshiga. Shunaqa guppy Shunaqa, ko'rsangiz ha. dahshat keyslar. Shunaqa. O, deysiz, men ham qachon qilaman deysiz. Faqat shunaqa havas qilib o'tib, biz ham shunday ishlar olarmikanmiz? Buni qayerdan bilsak bo'ladi degan savollar ancha qiynagan. Yillar qiynagan. Keyin 2022-yilda ordinatura Toshkentga kirganman. Toshkent davlat stomatologiya institutiga. Shu paytda birinchi seminar degan narsani ham bilmas edim. Seminarga borganman. Ya'ni bezat asadi, endi kongress. Endi kongressga birinchi. Endi Siz bilan uchrashganmiz. Bitta anaqada o'tirib, hammani birlashtirgan kelingizda keling. Ha, shunaqa. Shu yerga borganimda qanaqangi orqadaligimizni his qilganman, chunki men tumanda yaxshi joyda ishlaganman-da. Bizning ishlarimiz, Chasnida tumandagi eng yaxshi ishlardan. Lekin seminarga borganimdan keyin bizning ishlar orqadagi ishlarligini, ya'ni ancha zamondan orqada qolib ketganligimizni his qilganman. Go'yoki panjaradan chiqqansizda, qulflardan chiqqansiz, tashqarida qanaqangi darajadagi ilm manbalar borligini his qilgansiz. Mana shu paytda siz bilan ko'rishib qolganmiz. Sizdagi g'oyalar mushtarak deydi-ku, birgalikda bir joydan chiqib qolgan fikrimiz. U paytda siz aytgansiz, Toshkentda diskussiya klub bo'lgan ekan, men bilmasdim shaxsan. Diskussiya menimcha 21-yildan keyin ochildi u. Agar Muhiddin aka Yorqinov bo'lsa, shularning gruppasi bo'lsa, menimcha 22-yildan keyin ochildi chamamda. Shunaqa. Toshkent stomatologiyasi ancha avvaldan rivojlangan. Ha, shunaqa oldindan. Biz ham nimaga qilolmaymiz degan savol ko'p qiynardi. Ular qilyapti, nega biz qilolmaymiz? Vodiy stomatologiya. Endi vodiy deb aytayapman, chunki Farg'ona, Andijon, Namangan bular bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Ajratib bo'lmaydi, to'g'ri. Bitta viloyat. Bitta oqimdamiz, bitta xonadamiz, pasti. Ya'ni deontologiyamiz bir bo'lishi kerak-da. Rivojlanish ham bir bo'lishimiz kerak. Toshkent stomatologiyasi alohida dunyo, butun O'zbekiston stomatologiyasi alohida dunyoda. Nega unaqa bo'lishi kerak? Nega bunchalik separativni bo'lishi kerak? Biz ham xuddi shunaqa ishlay olamiz. Biz ham qila olamiz. Sharoitda mana bo'lar ekan-ku, qilsa bo'ladi. Toshkentga borgandan keyin shu bitta ikkita kurslarda qatnashib, yana bir 4-5 ta yangiliklarni o'rganib, yana boshqa kurslarga borib, ancha-muncha narsani u yoqda men ideya olganman-da, Toshkent o'zida men o'zim. Shu narsani misol o'zimiz vodiyda qildik, tashkillashtirdik. Endi misol uchun 1,5 yil bo'lib qoldi, mana 2-yilga ketib boshladi. Chunki 2024 oxiridan boshlaganmiz, noyabrdan boshlaganmiz. 25 o'tdi, o'sha rasman faoliyatga kirishimizga 2 yil ketgan. Bu g'oya bilan, rejalar bilan ancha yurganmiz. Planlar bor. Faqat miyada yurgan, oxiri shu 24-yilda boshlaganmiz. Endi mana 25-yil biz polniy seminarlar o'tkazdik, tashkillashtirdik, homiylar ham jalb qildik. Shunda qanaqa kamchiliklarimiz bo'ldi deb o'ylaysiz? O'tkazgan seminarlarimiz. Kamchiliklarimiz yoki bo'lmasam shu seminarlar davomida 7 tami 8 ta seminar tashkillashtirgan bo'lsak, shunda yutgan yutuqlarimizda endi foydali bo'lgan ishlar. Yutuqlardan birinchi gapirib qo'ya qolay. Bizda g'oyamizda ham tag zamirida bizda asosan stomatologiya, masalan, men ham quyi darajadagi stomatolog bo'lganman bitirganimda. Seminarlarga borish qimmat ko'ringan ko'zimga. Qanaqadir $200, $600, hattoki 1 millionlik seminar desam, bir kuniga deganda katta pul ko'ringan, ishlab topgan pulingizni просто tak berib yuborishga tugilgan. Chunki yaxshi tushuncha bo'lmagan, ilm uchun pul sarflash muhimligi haqida tushunchalar bo'lmagan. Bu tushunchalar bo'lishi uchun avval bir marta borish kerak-da. Bironta seminarga borish kerak. Borgandan keyin dunyoqarash o'zgaradi. Qanaqadir boshqa dunyo borligini, stomatologiya olami kattaligini, просто qobig'ida mana shu komfortniy zona deydi-ku, komfortniy zonada ishlab yuravergan odam yuraveradi-da. Rivojlanish uchun borish kerak. Buning uchun hozir masalan, hozirgi paytda ham seminarlar qaysidir doktorlarga qimmatlik qiladi. Hozir ham qimmatlik qiladi. Shunaqa deb o'ylashadi. Aslida qimmat emas, shunaqa deb o'ylashadi. Shu bu oqimga olib kirishlik uchun arzonroq seminarlarni tashkil qilish kerak.
Xuddi shu Ha. asnosida bizni seminarlarimizda masalan bu yil ham, avvalgi yillarda ham juda ham minimal darajada, minimal summaga Minimal summa seminarlar bo'ldi. uyushtirdik. Hech qanaqa foyda ikkovimiz ham foyda o'ylamadik. Zarar. Prosta shu. Ochiq oydan gapirib o'tib ketasiz. Ochiq Mana oydan, to'g'ri, bitta ochiq seminarda mana men endi yashirmayman, plus o'zingizdan so'rayman, hisob-kitob qildingiz, Farg'onada bo'lganda siz javobgar bo'ldingiz hisob-kitobiga tashkillashtirishga, hamma narsasiga. 3 ta o'sha spikerlarimiz bo'lsa, bularni endi baribir bilim bergan, ilm bergan, ularni rozi qilish kerak, hisob-kitob ham qilib chiqardik. Foyda qancha qoldi o'sha nimada? Bitta tashkillashtirgan seminarimizda. Misol sizga qancha qoldi yoki menga qancha qoldi? O'sha tashkiliy ishlar bilan shug'ullangan odamlarga qanchadan qoldi? Men Taxminan o'sha o'zingiz bilgan ochiq oydan ayta oladigan summangiz. kirganimda eslamayman. O'sha paytda pul Qanday? olib menimcha olib kirmadim shekilli. Cho'ntamda pul bor edi, shular ketganini bilaman. Yondan ketdi. Ha, Spikerlarimizga ham rahmat. Shu Vodiy Dental Diskussion klubida yo'q demagan. Hammasi xolis, ichkaridagi Xolis. ishlayib turganlar xolis. Masalan, gonorar talab qilsa bo'ladigan spikerlar. Ha. Menga mana To'g'ri. shuncha berasan, keyin seminar o'tib beraman 2 soat davomida desa ham bo'lardi, lekin unaqa deyishmadi. Shunaqa. Ular bilan kelishuvimizni bilasiz, maksimal odam yig'amiz, aka foyda qolsa sizga ajratib beramiz, o'zimiz olmaymiz deganmiz. Atak xarajat bilasiz 90% gacha xarajatga kirib ketganlari bo'lgan. Spikerlarga ajratib, o'sha qolganini ajratib berganmiz. Ba'zida masalan 3 million, 5 million bo'lganlari ham bor. 1 million bo'lgan, 1 bo'lmaganlari million ham bor. bo'lgani ham bor. Bor. 1 million so'mga kelib 2 soat gapirib, ertadan kechgacha o'sha biz bilan nima kamchilik deb yurgan spikerlarimiz ham Damasa ham bo'lgan. bo'lardi o'sha kuni o'sha. Bo'lgan, doktor. ha. Yoki ishlasa ham bo'lardi. Misol uchun Farg'onadan Andijonga borish yoki Andijondan Namanganga kelish degan misol yo'l kirani o'zi borish kelish abet bilan rasxod o'zi bilan o'sha 1 million bir kunda ketadi. Agar shu vrachlarimiz borib bitta joyda o'tirib ishlasa ham bir kunda bitta yoki ikkita patsient ko'rsa o'sha 1 yaxshi millionni topib spetsialist ketadi. undan ko'p Aslini ham olganda topadi. undan ko'p topadi, to'g'ri. Shuning uchun rahmat aytaman. Bizni yo'q demagan spikerlarimizga kattakon rahmat. Chunki bizni hamjamiyatimiz ularsiz bo'lmasdi. Shunaqa, chunki baribir har bitta spiker bilan yuzma-yuz gaplashib, oldiga borib uchrashib, aka shunaqa tashkillashtiramiz deganda hammasi beg'araz yordam qilamiz bo'ldi-da va deyishgan. Faqat qilinsa bo'ldi, tashkillashtirilsa bo'ldi deyishgan. Faqat to'xtamaslik kerak deyishgan. Ahrorxon ham kelajagini o'ylaganlar-da. Kelajakda maqsadlar qanaqadir? Oldinga tashlaganlar savol nima bo'ladi? Eng qiyin savollar deb. Men anaqa bo'lib, mayli yo'q demayman, faqat 1 yilga borib to'xtab qolsa-chi degan ma'noda haligi nima savol tashlaganlar o'rtaga. Xudoga shukr, biz ham endi savolga javob berishga harakat qilamiz. Maksimal harakat qilyapmiz. Mana to'xtab qolgani yo'q 1,5 yildan. Xudo xolisa 26-yilga planlarimiz bor-u, lekin shu planlar haqida siz o'zingiz qanaqa planlarni rejalashtirganmiz endi? Bir qisqacha gapirsangiz agar. Plan hamjamiyatimiz planlari uzoq yillargacha davom etish, xudo xolasa, buni to'xtatish niyatimiz yo'q. Chunki bizni jamoamizdagi insonlar mana hattoki ba'zilari pul bersak olmayman deganlari ham bor. Bor. Eslayman 100%. Endi beramiz, majburlab berganlarimiz ham bor. Shunaqa. Chunki ular ham bizga qolmay turganini ko'rib olmayman degan yo'q, bizga shart emas sizlarga. Endi bundan keyingida xudo xolasa spikerlarimizga ham manfaatli bo'ladigan qilamiz. Bu bir. Keyin kamchiliklarimizni aytmadim. Kamchiliklarimiz spikerlarimizda biz spikerlarimizni ham jo'natishimiz kerak boshqa joylarga. O'zlari ketishyapti. O'zlari masalan Abbosxon aka Nurdinovda masalan seminarlarga borib kelyapti, chet tilga, Ahrorxon aka masalan. Ko'pchilik o'zlarining ilmini rivojlantiryapti. Biz bunga sarmoya kiritilmaganmiz, bizning kamchiligimiz. Keyin bizda spikerlarimiz ichida международный spikerlar yo'qligi deb o'ylayman. Международный menimcha bitta o'zi kerak. Международный Ahrorxon ortodontimiz. Shunaqa. Bitta bor edilar. Hozir ham shular. Shuni kengaytirishimiz kerak, ko'proq bo'lishi kerak. Keyingi rejada ham shunaqa. Albatta, keyingi seminarlarimizga, ya'ni sekin-sekin albatta bola ham birdaniga tik turib yurmaydi, yemeklikdan avval. Chet el spikerlariga yoki O'zbekiston topovoy doktorlarini ham mehmon spiker sifatida taklif qilish rejamizda bor. Xudo xolasa. Endi mana hozir
o'zimizni mana shu klub tashkillashtirdikda. Bu tashkillashtirganimizdan beri siz mana shuni ustida tepasida boshqa bo'lib turibsiz. Misol uchun shaxsan o'zim ham yordam beraman, siz ham harakat qilasiz. Sizga qanaqa manfaatli joyi bor mana shu narsani? Men manfaatli joyi. Menga ham qanaqadir ma'noda manfaat bo'lib turgandir, lekin eng asosiysi insonni maqsadi, g'oyasi bo'ladi-ku. Shu maqsadingiz, orzungiz amalga oshib turganligi o'zi ham menga yetadi. Masalan, butun vodiyni stomatologiyasini, deontologiyasi birinchi o'rinda maqsad deontologiya zo'r bo'lishligi, drushba bo'lishligi, hammamiz birdek bo'lishligimiz, bilim darajamiz ham birdek bo'lishi kerak. Shunaqa rivojlanganimizdan keyin masalan qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston yoki Tojikistondan ajralib turishligimiz shart. Mana shunga qarab ketyapti turganligimizni o'zi menga manfaat. Lekin o'tgan yili biz endi tashkillashtirganimizda hattoki Qirg'izistondan ham kelishdi. Kelishdi. Seminarlarimizga ishtirok etishdi. Ancha yaxshi bo'ldi, lekin manfaatli bo'ldi. Hattoki o'zimizdan vodiydan tashqariga chiqishni boshladi o'sha auditoriyamiz. Endi hozir mana umumiy olganda deylik diskussion klubi temasida gaplashdik. Endi hozir mana stomatologiya tanladingiz yo'nalishni. Sizga nima berdi? Siz nima bera oldingiz stomatologiya yo'nalishiga? Shuncha vaqt ichida. Bitirganingizga 5 yildan oshdi, 6 yil bo'lib qoldi. Shu vaqt oralig'ida. Stomatologiya menga ko'p narsalar berdi. Ko'plab tanishuvlar bo'ldi, networking, meditsinada bo'lganingizdan keyin boshqa sohalarni ham bilasiz. Insonlarni ko'rasiz, insonlar qanaqaligini ko'rasiz. Dunyoqarash ko'payadi. Ko'p insonlarga masalan tabassum bag'ishlash ham insonga qiyin. Masalan ko'nglini ko'tarish ham katta savob bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa kula olmaydigan insonlar bor. Yoki dard chekib kelyapti turgan insonlar bor. Bularni darddan qutqarishligingiz, ularga tabassum, ularni mazza qilib bir marta ovqat chaynashligi armon bo'lgan odamlar bor-da, orzusi bo'lgan odamlar bor. Bularga yordam ko'rsatishligingizni o'zidayoq mazasini menimcha hamma stomatolog biladi. Bu narsalar sizga maza beradi. Men stomatologiya nima berdi? Menimcha hali stomatologiya qanaqadir hissa qo'shib yubordim deb aytolmayman. Hozir bu Continental Discussion Club hamjamiyatimizga hissa qo'shganligim, yana bilar yoki bilishmas, har juma kuni juma keyslar bo'ladi qilgan ishlarimizda. Bunday Friday keysmidi? On keys, on Friday. Kechqurun. Juma kuni imkon qadar har hafta bittadan keys tahlil обычный bo'lmagan keyslar tahlili bo'ladi. Murakkabli. Xuddi shu o'zimizni gruppamiz bor. O'sha gruppaga tashlab boriladi. Bu ham zo'r ideya bo'lgan, lekin gruppada, chunki nimaga desangiz, siz shu narsani boshlab qildingizda, keyin qolganlar davom ettiryapti. Bildingizmi, his qildingizmi? Misol, siz bo'lmagan kuningiz ham, lekin boshqalar avtomatik chatni yoqib, sразу o'sha avtomatik o'sha keyslarni qo'yib, bemalol gaplashib o'tirishibdi. Yaxshi. Diskussiya qilib, onlayn diskussiya. Bu bepul bilim olish. Ya'ni, masalan, bepul bilim olish talabalarga rosa qo'l keladi. Faqat har doim kirsiz, yaxlit bo'lish kerak. Vebinarlarda kamchiligi shunda, bitta joyga kirib, bir joyni eshitib chiqish yaxshi emas. Polnisi ko'rishingiz kerak. Kuzatib turishingiz kerak. Seminardan kamchilik tomonlarida shunaqa. Hammasini kuzatib tursangiz, anchagina gaplar bor u yerda, yaxshigina kerak bo'lsa pulga beriladigan bilimlar ham ulashilinadi. Bor. Chunki men o'zim ham bitta ikkita orada kirib qolgan joyimda bilmagan narsani bilib qolganman. Eshitib qolgan. Menga aniq konkret foydasi tekkan ham hattoki o'sha joyda. Yaxshi mutaxassislar baribir o'zini keysini hamma bilan bo'lishadi, o'rtoqlashadi, bilgan bilimini o'rgatadi. Gruppada anchagina yaxshi lekin. Bu keys tahlil faqat meniki emas, chunki hamma kirib keysini tahlil qilib bersa bo'ladi. Masalan, juma kuni yoki boshqa kuni ham. Chunki menga odat juma kuni, chunki shanba yakshanba, juma kuni iloji boricha dam qilishga harakat qilaman. Kamroq odam bemor bilan gaplashishga harakat qilaman.
Shu davomida bir hafta davomida yig'ilgan eng qiziq keysni tahlil qilib berishga harakat qilaman. Shunaqa. Xo'p, studentlar bor. Hozir mana o'zimizni institutlar bor, universitetlar bor, davlatga qarashli bo'lgan. Undan tashqari plus yana xususiylar bor. Umumiy olganda bizlarni o'sha shogirdlarimiz ham bor. Mana yosh avlodlar. Hattoki biz darajamizda ham bir kitob ochib o'qish niyati yo'q birortasini. Majburlab ham qidira olmaysiz u ishni-da. Ko'p. Shularga qanaqadir bir boshqacha yondashuvda qanaqadir bir maslahat bera olasizmi? Juda haligi medinist deylik, davlatniki o'qitish sistemasi boshqa, keyin institutlarniki boshqa. Ikkala tomondan bitirib chiqqan auditoriya ikki xil fikrlaydi. U bilan buni yer bilan osmoncha farqi bor-da. Misol umumiy qilib aytganda, u davlat institutini bitirgan studentlarimizga ham yoki частный institutni bitirgan institutlarimizga ham, o'sha studentlarimizga ham qanaqadir bir umumiy qilib aytganda yo'nalish ko'rsatib bera olasizmi? Savol. Bo'ladi. Studentlikda men 5 yil o'qiganimda eng yomon ko'rgan virusni so'z bor edi. O'qib nima qilasan, praktikada chiqib ketadi degan so'z. 5 yil shunga qattiq qarshilik qilganman. 5 yil davomida. O'qib nima hozir ham bor shu studentlardan so'rasangiz, nimaga shunaqa desa, aka praktikada chiqib ketadi, o'rganib ketaman deb birinchi kursda praktikaga kelishadi. Birinchi kursdanoq. Bu birinchi kurs odamga stomatologiya emas, bu anatomiya dunyosida yurish kerak-da. Hozir shuning uchun fundamentalniy fanlar bular hammasi. Hozirga mana zamonaviy stomatologiyani tushunmaslikda asosida ham baza yo'q-da. Beton yo'q. Просто g'ishtdan devor qurilyapti. Shuning uchun u zaxlab ketadi. Xuddi shunga o'xshash, endi o'xshatish qanaqadir o'xshadimi yo'qmi bilmadim. Bazaviy bilim bo'lmasdan turib, masalan, anatomiya bilmasdan turib, qanday implantatsiyani unga topshirasiz? Birinchidan anesteziya hattoki. Mikrobiologiyani bilmasdan turib, qanday endodontiyanni tushuntirsangiz bo'ladi. Ikkinchisi, yoki biofizika, masalan, bizning institutda biofizika masalan, siklimiz hozir bormi yo'qmi bilmayman. Biofizika o'tilgan. O'sha yung elastik modullar hammasini o'tishgan. Mana shuni prosta yopib yuborilgan. Buni masalan yaqinda data olimlar kelib tushuntirdi. Biofizika, biometrikani tagida biofizika yotibdi. Biofizikani bilmasligimiz oqibatida biometrikada tushunchalarimiz yo'q. Tushunish qiyin bo'lgan yo'nalish bo'lib turibdi-da. Biofizikani chuqurroq o'rganilganda bu unaqa qiyinga o'xshamas edi. Unaqa deb o'ylayman, to'g'risi. Mana shunga qarshi kurashish kerak. Keyingi tanlov bu ustoz. Bu lotereya hisoblanadi kimlargadir. Chunki ustozni siz saviyasini bilmaysiz, chunki hali institut bitirganingiz u. Bu yo'q lotereya. Yaxshi ustozga tushib qolgan bo'lsangiz, omadingiz sizni rivojlantirib ketadi. Quloq solsangiz albatta. Boshqa joyga kirgan bo'lsangiz, demak siz o'zingiz harakat qilishingiz kerak. O'zingiz faqat o'qish kerak. Shu praktikadan ko'ra o'qishga ko'proq urg'u berish to'g'ri deb o'ylayman. Stomatologiyada ham unaqa praktikada chiqib ketadi degan gaplarga men qarshiman. Nazariyda praktikaga olib kirish desa, unda tushunsa bo'ladi. Nazariy 100% bilish kerak. Keyin praktikaga kirsa, keyin o'shanda o'sha 100% tushadi. Unimiz. U yo'q bo'lsa, ancha past darajada praktika bo'ladi. O'shaning uchun baribir nazariy bilimni olish kerak. Birinchi navbatda. Albatta. Teoretskiy, keyin praktический. Endi bizni Vodiy dental diskussion klubimiz bor-ku, shunga a'zolik qanaqa bo'ladi? Umumiy misol yaxshi case qiladigan stomatologlarimiz bor, yaxshi optniy vrachlarimiz bor. Shularni biz o'zimiz tarkibimizga qo'shib olishimiz qanaqa tartibda bo'ladi? Qanaqa talablari bor? Bizda hamjamiyatimizga qo'shilishlikda qanaqadir to'lov yo'q, lekin bizga masalan doktor nimadir bera olish kerak studentlarga, yosh doktorlarga. Albatta zamonaviy ishlash kerak. Imkon boricha albatta bizga zamonaviy ishlaydigan doktorlar kerak. O'zini bilimini doimiy ravishda oshirib boradigan doktor kerak. Masalan, stomatologiyada shunaqaki, men pikka chiqdim, men eng anaqa hamma bilimlarni o'zlashtirdim degan daraja yo'q.
Meditsinada shunaqa bir umr student bo'lib o'tadi. Lekin shunda ham studentlar bor, student bettikda bilasiz. Studentlarda ham Qon qaynab turadi. qaynab turadi. Bilimlarni ulashib turadigan doktorlar bor-da. Bir narsani o'rgansa, просто yashirib qabrga olib ketmaydi. Hammaga yetkisi keladigan doktor. Mana shunaqa doktor kerak bizga. Nimanidir o'rganib kelsa, shuni ulashadigan doktorlar kerak va o'rgatish salohiyatiga ega bo'lgan, mana shuni xohlaydigan o'zi albatta. Chunki bunga vaqt ajratish kerak. Kimgadir nimanidir o'rgatish uchun material tayyorlashga juda ko'p vaqt ketadi. Rekollari bilan ancha vaqt ketadi. Ko'p yig'ish, shunaqa. Buni qilgan odam biladi, qanaqa qiyinchiliklari borligini, keyslarda. Kimgadir nimani o'rgatish ancha qiyinroq. O'rganishdan ko'ra uni aytib berish, tushuntirib berish ancha qiyinroq. Mana shu darajadagi doktorlar kerak bizga. Iloji bo'lsa vodiydan kerak, chunki vodiydan ko'rgandan keyin albatta uni oldiga borib, qiziqib, o'rganish. O'zimiz ham kimlardir doktorlar ishini ko'rib, shuni yoniga borib o'rgangimiz kelgan, o'rganganmiz, ba'zilarga boralganmiz ham. Xuddi shunaqa doktorlar kerak. Agar topolmasak, Toshkentdanmi yoki chet eldan bo'lsa ham chaqirtirib yangi bilimlarni o'rganishga harakat qilamiz. Klinikada hozir qanaqa sharoitlar yaratib bergansiz? O'zingizni shaxsiy hayotingizga qaytadigan bo'lsak, vrachlaringizga, shogirdlarga, sheriklarga. O'zimda ham ishlagan paytimda doim sharoitdan noliydi. Doktor klinika qilib bermayapti deydi. Shuning uchun ham o'zim shaxsiy klinika ochishga harakat qilganman. Qiyinchiliklarni ko'rganman. Ko'ryapman ham. Buni tepasida doktor turishi kerak emas ekan, to'g'risi. Shuning uchun boshqa akamda boshqaruvchi bor. Boshqaruvchi akamni tayinladik. Shunga mas'ul qilib, o'zim endi mana o'zim ishlashni boshlayapman. Shuning uchun proyektga qo'shilibsizda. Shunaqa. Hozir emas. 2 yil oldin, 3 yil oldin aloqaga chiqqanimda ham hozir emas, keyin. Shunaqa klinika yuritishda qiyin ekan. Doktor bo'lish yaxshiroq, agar kimdir klinika ochishni reja qilyapti turgan bo'lsa, yo'q, klinika ochmanglar, doktor bo'linglar, specialist bo'linglar, ancha boshlang, tinch bo'ladi. Klinikani chaqirsin kerak bo'lsa. Shunaqa. Endi hozir sharoitim barchasiga zamonaviy ustunovka, rentgen, videograf, apex lokator, hamma zamonaviy buyumlar bor. Mikroskop yo'q, to'g'ri. Mikroskop hozir rejada bor, fotoapparatgacha olganmiz. Rejada bor. Mashina olmasdan oldin albatta mikroskop olaman, bunga va'da beraman. Keyin mashina olaman. Bekzod aka asalib o'ta zo'r gap bu. Постоянно o'sha narsani eslayman-da, shuni mashina olaman deganda esimga tushib qolaveradi. Aytadilar, vrachlar jentra minib yuribdi. Jentra bilgan mikroskop beradi, o'zini komforti uchun zo'r-ku, ergonomika deyiladi, aytadilar-da. Har safar mashina olaman deganda ideya kelib qoladi-da, keyin sразу biladi mikroskop deb. Puli yig'iladi, yo'q. Mashinada vaqtimizda bor-ku. 20 minut, masalan, men 10 minutli yo'lda ishxonamga 20 minut bilan boraman, kelaman. Endi orada chiqishim mumkin. Lekin o'zi sog'lom hayot, peshkom yurish kerak. O'zi ozgina mikroskop olsam, klinikada ko'proq vaqtim o'sha ish jarayonida o'tadi. Mana ko'zimdagi o'sha sekin boshlanyapti, chunki 6 yil davomida mayda instrumentlar bilan ishlagandan keyin ko'zida zirina pastlash boshlaydi. Bu ergonomikani yo'lga qo'ya olmaganligim sababli. Endi ergonomikaga ko'proq urg'u beraman ishxonaga. Xudo xolasa shu qoldi. Fotoapparat, xullas bemor zamonaviy ishlay olishga hamma sharoit qilib berganman. Biomimetika o'sha remontigacha topib kelib berganman. O'shada endi masalan qiyin. Ko'p material bizda yo'q deydi. Bu rayon sharoitida hozir sizda, to'g'rimi? Qishloq. Rayon emas. Rayonni qishlog'i. Qishloq. Rayonning eng chekkasi. Ikkita tumanning ikkala eng chekkasida joylashgan meni klinikam. Agar kimgadir bahona bo'lsa, bahona o'tmaydi. Meni agar lokatsiyamda borgansiz. Borganman. Qanaqa joyligini bilasiz. Ko'rganman. Eng chekka joyda, lekin hamma material bor. O'sha kichkina fayldan tortib 140 gacha fayllargacha, endonantiya hammasi bor.
barcha adgeziv sistemalar bor. Xohlasangiz agar 5 ishlasangiz 5, 6 desangiz 6, любой поколениеdagilar. Ishga olmaysan mabodo. Agar olaveraman yo'q demasangiz, bitta kreslo bor. Siz uchun ajratib beraman. Mikroskopda ishlaymanmi ishqilib? Mikroskop o'zimga-da Bu birinchi. avval o'zim ishlatib olaydim. O'zim uchun olmoqchiman. Keyin bo'ladi, xudo xolasa. Shunda xudo xolasa agar mikroskop olsa, shunda rayondan sizga jo'natishadimi? Patsientlarni ko'rib bering qishloqqa. Jo'natishga qarshiligim yo'q. Deontologiyaga 100% amal qilingan holatda ko'rib beriladi. Ha. Masalan, faqat doktor aytib qo'ysa bo'ldi menga. Ba'zi bemorlar ham keladida, qaysidir doktor tomonidan deontologiya buzilgan. Tushunyapsiz nima demoqchiligimni? Ikki og'iz shu deontologiya haqida fikringizni bilib qo'yay. Men chunki juda qiziqdim. Men o'zim ham qiynalaman bu yo'nalishda, aynan bu holatda-da. Tilim anaqa qiladi, qiynaladi. Menda ichim qiynaladi. Gapiraytsam tilim bor, lekin haqqim yo'q bo'ladi deontologiyada. Bir xil vaqt majbur bo'lib qolasiz. Iloji yo'q gapirishga. Vrach xatosini o'zi bemor sezib bo'lgan. Bilib bo'lgan, ichida insulin qo'yganmi yoki bo'lmasam teshib qo'ygan, perforatsiya bo'lganmi yoki bo'lmasam yaxshi depilatsiya qila olmaganmi deganda o'sha endi bemor unaqa gapira olmaydi, lekin o'sha ko'cha tilida gapiradi bemor. O'sha bilib bo'lgan shu narsani. Yashirishga harakat qilasiz. Rentgenni olganingizdan rentgenga qarab, mana shu narsa nima edi? Mana shu narsa qo'lda ko'rsatib turadi. Majbur bo'lasiz, iloji gapirib qo'yasiz. Shunga demoqchi bo'lganim shunaqani ham bemorni qochib o'tish stillari. Qochib o'taman men. Menga 2 marta kelgan bemor o'zi bilgan holatda. Shunaqasini qayerdan bildi desam, bildim-da, xullas aytmayapti. Boshqa doktor aytib qo'ygan. Shunaqa degan, buni olib beraman degan. Olib berganmiz. Keyin olib berish davomida olib bergan aytganman. Og'riq bormi desam, yo'q degan. Bu normal qo'rqadigan narsa emas bu. Birajimga ketib qolsa-chi, shunaqa deb o'ylashadi-da. Uni yurib ketarkan unaqa bo'lmaydi. U yerda qanaqa ishlaganiga bog'liq, qaysi doktordan keyin bo'ldi deb so'rayman albatta. Shunaqa dedi. Men u doktorlarni bilaman, qanaqa ishlaganini. Yo'q, xavotir olmang. Qo'rqadigan hech narsa yo'q. Muammo bo'lsa men hal qilib beraman. Hal qilib berish imkoniyatlari bor. Og'riyaptimi desam, yo'q dedi. Og'rimasa nima qilasiz uni tegib? Men tegib uni yomonroq qilib qo'yishim ham mumkin-da. Shuning uchun bizda ham bo'ladi bu xatolik. Albatta buni birinchi bo'lib aytamiz. Masalan, shunaqa bo'ldi deb keladi-da, bizda ham bo'ladi bu narsa. U xatolik bo'ladi, har bitta ishda bo'ladi u xatolik. Bu ishda-da, u faqat bunda emas. Bu ishda bo'ladi. U fobiya darajasida qilish kerak emas, maksimal deontologiyani saqlash kerak. Doktorlarimiz bir-biriga uyalish kerak emas. Masalan, men ham jo'natadigan bo'lsam, telefon qilib jo'natsam bo'ladi yoki telefon qilishadi menga. Mana shunaqa bemor bor dedi. Yoningizda bunaqa doktor bor, o'shanga jo'nating. Yoningizda shuni qilib beradi. Xuddi shunaqa qilib beralarmi aka? Ha, qilib beradi. Boradi, qilib beradi. O'zini yonidagi doktordan xabari yo'q shu ishlarni qila olishiga. Bu doktorlarimiz faqat o'zini ishlarini gapirishlik bilan ovora bo'lib qolishligidan-da, bir-birini nimalar qila olishligini so'rash kerak. Yon atrofida ham bor, qishloqda ham zo'r ishlaydigan doktorlar bor. Men endi poimenno aytishim shart emas. Shart emas. Ko'p. Bunaqa mutaxassislar ko'p. Media olamga chiqmaganlari juda ko'p. Gaplashishimiz kerak. Doktorlar hamjamiyati mana xuddi shunaqa mana hozir adashmasam 2000 ta bo'ldi. Assotsiatsiya stomatolog ishlaydimi Farg'ona? Ishlamaydimi? Bir marta borganman, lekin nimadir ish qilib berishligi haqida xabarim yo'q. Shuni o'rindoshi bizniki. Namanganda ishlamaydi. Hech bir qiziq mana ko'rganman-ku, lekin bir qanaqadir bir yangilik yoki qanaqadir o'zgarish qilganini bilmayman men. Misol uchun bizga qo'yib bersa, yosh bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham mutaxassis sifatida misol uchun harakat qilsak bo'ladigan narsa ekanda. Shunaqa. Tashkiliy ishlar, misol faqat hamma harakat qilish kerak. Bir necha guruh odamga qiyin. Bir kishi emas, men 10 kishimiz. Yo'q, 10 kishi emas, ancha bo'ldi hozir. 15 tadan oshiq, 20 taga yaqin odammiz. 20 taga yaqin, hozir 20 taga yaqin kengayadi. Hatto o'zimizga ham ba'zida yuritishlikda ozgina qiyinchiliklar orqaga tashlab olgisi keladi, lekin maqsad qo'ydikmi, endi maqsadni oxirigacha qilamiz. Shuni qilish kerak.
faqat hamma družba bo'lib, hamma baravar harakat qilishimiz kerak-da. Qolganlar ham uyalishi kerak emas, bir-biri bilan gaplashib, masalan, o'zim aytaman, o'zimda xatolik. Masalan, qildik. Mana shu ishni bekor qilyapman, mana shu yo'nalishga bekor kirdim. Juda ko'p xatoliklar qilyapman. Shuni qilmayman deb to'xtatgan vaziyatlarim bo'ladi. Masalan, burun suqib ko'rasiz-ku, masalan, bu yo'nalishga. Joyida qaytaman. Misol uchun men уже tekshirdim, konsultatsiya qildim, boshqa qildim. Agar aqlim yetsa, bilim darajam yetsa, o'zim qilaman shu ishni. Agar bilim darajam yetmasa, aqlim yetmasa, men o'zimdan ko'ra kuchliroq, yaxshiroq o'sha yo'nalishni mutaxassisga yo'naltirib beraman shu bemorni. Telefonni olaman, mana shu palonchi odamga boring, shunga telefon qilib boring, shu hal qilib beradi. Misol, meni klinikamda ishlamagani bilan, o'zini klinikasi bo'lgani bilan yoki boshqa klinikada ishlagani bilan aynan shu mutaxassisga yo'naltirib beraman, o'sha ishni hal qilib beradi. Menda misol uchun 99% ga o'sha ishlarning hammasi udajni chiqqan. Hammasida misol uchun yo'nalish berganman, bo'ldi, ish hal bo'lib ketgan shu bemorni. Men shunaqa narsa borki, o'sha ishni qilaman deb arzimagan 100 ming so'm yoki 200 ming so'm, 100 ming so'm pulni olaman deb unga двойной yana haligi nagruzka tushirib yoki eplolmay qolib og'ir ahvolga tushirgandan ko'ra undan o'sha evaziga yaxshiroq mutaxassisda qildirgani yaxshi deb o'ylayman. Misol, bu yoqda beradigan arzimagan puli ahamiyatli emasda, ahamiyatli joyi bemorning sog'ligi. Birinchi navbatda, ha. Shunaqa o'ylayman-da, keyin men o'zimdan ham kelgan bemorni shunaqa qilib yo'naltiraman. Kakpologiya har safar. Hozir yaxshi davrda yashayapmiz deb hisoblayman masalan. Chunki hozirgi paytda masalan implantologiya shu atrofingizda yo'q bo'lsa, implantologlarni chaqirish imkoniyati bor. Bor. Ortodontiya rostdan tushunmaysiz, qilib kerak emassa, ortodontlarga vizit bilan chaqirtirsangiz, siz sharoit qilib bersangiz, u kelib ko'rish. Buni boshqa yo'nalishlarga ham qilsa bo'ladi. Bu endi hamkor doktorlar yo'nalishida, doktorlarni hamkorlikka chaqirish. Shuni klinika miqyosida qilishlik udashliroq chiqadi. Ya'ni klinika, masalan, 5 bitta rayondagi hamma klinika hamkor bo'lsa, masalan, sizning klinikangizda yaxshi endodont restavratorlar bor. Lekin yaxshi ortodont yo'q. Xuddi shu bemorni ortodontik tayyorlab turib, ortodonti bor klinikaga jo'natasiz. U klinikada ortodontiyasi bor, implantatsiyasi yaxshi, lekin masalan implantatsiyasi yaxshi, ortopediyasi yaxshi bo'lgan odamda kamchilik bo'ladi restavratsiya bilan endodontiyada. Ularda qiladigan bor, o'zi ham qiladi, lekin yaxshi qilolmaydi. O'zi ham biladi. Endi aytmasa ham o'zi ichi-ichidan bilasiz-ku, masalan. Eplashib qiyin deydi, ha. Men ichi-ichidan biladi, jo'natsam biranta endodont olsam deydi. Shuni olish emas. Bitta klinika mana bu tomondan kuchli, bitta klinika bu yo'nalish bo'yicha kuchli. Shuni bemorlar almashnu qilsa hech narsa bo'lmaydi. Bu tema juda ko'p ko'tariladi. Misol gruppalarda ko'raman. Endi blogda yaqinda ham haligi bitta endodont aka borlar, Ko'chkarov Abduvohid akam, endi blogga spetsial video qilib tashladilar-da, ko'rdim. Hamma erinmasdan ko'rib chiqdim. Nega gapiribdi ekanlar deb. Qarasam, u tema nimada? Misol uchun bitta ildizni ichida instrument sinib qoldi, aytib berdilar. Misol uchun mana shuncha millimetrgacha sen o'ta olasan, harakat qilsang bo'ladi. Uncha millimetrdan keyin sen aqling yetmaydi. Undan ko'ra aql yetadigan apparati bor, o'sha mikroskopda ishlaydigan, o'lchangda ishlaydigan mutaxassisga jo'nat, shu qilib beradi. Plus ham arzon tushadi deyapti, ham sifatli bo'ladi, osonroq bo'ladi. Agar sen aqling yetmagan holatda shu ishni nimadir qilib nito qilib qo'yding, olaman deb yo nimadir qilaman deb nito qilding, eplolmading, perforatsiya yoki осложнение bo'ldiki, sen uni agar u posle o'sha ish qilib bo'lganidan keyin jo'natsang, unda двойной расход bo'ladi. Ham birinchidan bemor qiynaladi, ham unga qimmatga tushadi, ham senga o'zingga vaqtingni olganing qoladi xolos. Undan ko'ra shu narsani bitta yo'nalishda bitta yaxshi mutaxassisga jo'natgan yaxshi degan video chiqaribdilar. Men ularni shu fikrga qo'shilaman-da, misol. Raz epladimi, eplash kerak. Eplolmadingmi, yaxshi eplaydigan mutaxassisga jo'natish kerak. O'shanda deyman, muammo bo'lmaydi, bemorda ham muammo bo'lmaydi, o'zida ham shu odamni. Chunki agar menda ham bitta ikkita eplayman degan ishlarimni haqiqatdan eplolmay qolganman-da, deb qo'yganman haligi shu yaxshiroq mutaxassisga jo'natsam bo'lar ekan, o'zim eplolmadim-ku degan, baribir deb. Haligi o'ziga ko'zim berish kerak. Qilaman deb harakat qilganman, lekin eplolmaganman. Ya'ni bu degani aqlim darajasidagi ishga haligi bo'yin suqmaganman-da, bog'iga nabrutiga. Haligi ko'zim yetadi deb o'zimcha aqlli qilib qo'yganman, o'xshamay qolgan. Afsuslanib qolganman. Shunaqa bir ikki marta holat bo'lgandan keyin o'sha
ikkita qo'lni shunaqa ko'tarib turib faqat mutaxassisga jo'natadigan bo'lib qolganman o'zi. Yaxshi mutaxassismi? Ha, men bilaman shu odam yaxshiligini. Bo'ldi, shu odamga borsa, shu odamda ishi bitsin. Beradigan arzimagan 1-2 so'm puli boshqasi kerak emas. Lekin o'sha joyda o'sha arzonroqqa, yaxshiroqqa, qulayroq qanaqaga ish bitib ketadi. Diagnostikada kamchiliklarda bular. Diagnostikada kamchiliklarimiz tufayli bo'ladi. Masalan, baholay olishimiz kerak. Buni oxirigacha qila olamizmi, yo'qmi? Agar hamkor klinikalarni kimdir yo'qlamasa, o'zi sharoit qilib qo'ysa, masalan, implantatsiyaga hozir hamma sharoit qilib qo'yyapti. Shuni ortopediya bilan endadan tegim qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Yoki restavratsiyaga ham qilsa bo'ladi. Men ko'p klinikaga borib qilib berganman. O'sha yerdagi sharoitlar, mana bunaqa narsalar bor. Endadan tesiga ham. Hattoki endadan tesiga. Bormi, endadan tesiga qilib berasiz. Ha. Qilib bergan vaziyatlar bor. Yo'q, bu bilan hozir reklama bo'lib birisi men yo'q, reklama emas, prosta siz unaqa bo'lib ketmasin. Unaqa hammaga emas, ba'zi tanishlarimga iltimos qilishganda yo'q demayman. Imkon boricha borib buni qilsa bo'ladi. Faqat implantatsiya bilan ortodontiya ekan emas, hamma yo'nalishda qilsa bo'ladi. Eng yaxshisi hamkor klinika qilish yaxshiroq. Klinika miqyosida yonma-yon klinikalar bor. Bir-biri bilan bemor almashsa, bu yelkasiga tushiradi. Ikkala klinikani ham deontologiya yo'l buzmaslik degan sharti o'z-o'zidan yelkasiga tushadi. Agar mana shunaqa bo'lsa, butun boshli vodidagi deontologiya shuni pasayadi. Ha, zo'r bo'ladi. Ha, chunki majbur ikkita bemor ikki tomonga ketyaptimi, deontologiyani joy-joyiga qo'yishga majbur bo'ladi. Shuni sababini shunaqa qilmaslik sababini o'ylayman, haligi bemor qochib ketib qoladi, boshqa joyga, boshqa klinika o'tib ketib qoladi deb o'ylaydi. Valloh rizq Allohdan-ku baribir. O'tsa o'tadi, nima bo'pti? Men kasal qizg'anish degan narsa bo'lib qoladimi, fikr bo'lib qoladimi deyman, vrachga. Shunaqa. Endi bu dunyoqarashlarga ham o'zi javob beradi. Shuning uchun birinchi o'rinda o'sha qadriyatini to'g'rilab olish kerakdir, ya'ni dunyoqarashlarini. Joy-joyiga qo'ysa, masalan, qanaqa fikrlayapti? O'zini isloh qilish kerak-da. Qilolmasa jo'natish kerak. Masalan, biz ham jo'natganmiz. Eng anaqasi, umuman deontologiya, fikr almashish, vrachlarning bir joyga to'planishi, hamma narsasi bizni shu klubda, misol uchun, seminarga ishtirok etgan odamlar o'sha biladi bu narsani. Ha. Bo'lgan fikr almashadi baribir. Seminarga kelib turganlar deontologiyani buzadigan odamlar bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Seminarga chunki o'zi biladi, seminarga kelyaptimi, o'z ustida ishlaydigan odam, u qanaqadir buzyap turgan bo'lsa bilmadim, o'zining ishi. Kim hamma o'zi qo'ydi ham o'zini oyog'idan osadi. Baribir osilamiz. To'g'risi, bu dunyoga qarab ishlaydigan bo'lsak, uzoqqa bormaymiz. To'g'ri, endi dang'illama uylar, mashinalar qilishimiz mumkin. Ertaga qiynalamiz. Chunki har bitta qiladigan ishimiz javob beramiz. Xo'p, endi bizni o'zi umumiy olganda auditoriyamizga qanaqa maslahatlar, qanaqa tavsiyalar bera olasiz? Oxirgi o'zingizda so'nggi fikringiz, tavsiyalar stomatologlarga, stomatologlarga, endi o'zimga ham bu tavsiya. Doim bilim olish kerak. Ish vaqtini, masalan, men hozir ish vaqtlarini qisqartiryapman. Chegaralab qo'yganmisiz? Palon vaqtgacha qo'yaman. Chegaralab, mana shu chegaralab, ayniqsa ro'za paytida yaxshi payt, juda ham ko'p ilm o'rganishlikka yaxshi payt, shu paytda kitob varaqlasa, hech narsa qilmaydi. Telegramda yoki Instagramda ozgina telefonni qo'yib qo'ysa, osmon uzilib yerga tushmaydi, to'g'risi. Bizga foydali bo'ladi xolos, zarar qilmaydi. Bo'ynimiz egilmayapti, eslab qolmayman, u bahonaga kiradi. Eslab qolsa bo'ladi. Inson hozir 70 ga kirgan insonlar ham kitob o'qiydi. Bilasiz, o'qiyap turgan, hattoki stomatolog o'qiydigan stomatologlar bor. 70 dan oshganlar kitob yozyapti ham, hattoki o'qib yozyapti. Nega biz qilmayapmiz shuni? Darajamiz to'g'ri yetmaydi. Yozmaganimiz, o'qimaganimiz yetmaydi-da. O'sha o'rgansak keyin yetami? O'zbekistonda ham kitobi chet elda o'qitilsin. Masalan-da, agar stomatologiyada qaysi men masalan Yaponiyada tug'ilib olish yaxshiroq bo'ladi stomatologga masalanda, yoki masalan Amerikani bilamiz, zo'r stomatologiyasi yoki masalan Italiya. Nega
O'zbekistonda bilishmaydi stomatologiya. O'zbekistonda. Nega biladigan birorta anaqa mutaxassisimiz yo'q? Endi O'rta Osiyoni bilar, Yevropadan kim biladi? Masalan, O'zbekistonda mana unaqa doktor bor ekan, zo'r ekan, shuni ishlari, shuni chaqirib bir seminar qilishga taklif qilaylikmikin deyish kerak. Shunaqa dedirib olishimiz kerak. Ya'ni maksimum shuni reja qilsak, shunga harakat qilsak zo'r bo'ladi. Chunki bunga imkoniyatimiz bor. Imkoniyatimiz bor. Yaxshi, xudo xolasa bundan buyog'i endi ancha-muncha o'zgarishlar bo'ldi. Katta, umuman klub doirasida ham, viloyatlar doirasida ham, umuman respublika jihatdan olib qaraganda diskussion klublar ko'paydi. Mana oxirgi 2 yillik ichida, 2 yil 3 yil ichida misol Toshkentda bor, Toshkent Dental Diskussion klubi, u Muhiddin aka, Samarqandda bor, Faridun Ahtamov, ular ham ochganlar. Samarqand Diskussion klubi, Surxondaryoda yana bitta bor. Uni o'sha tashkillashtirgan inson kimligi aniq hozir esimda yo'q, lekin bor. Bu klublar misol faoliyatini yurityapti. Men постоянно shu Xorazmda bor. Xorazmnikini, lekin ko'zim tushgan anaqam yo'q. Haligi ko'rganman, bir ikkita tashkillashtirilgan kurslarni, videolarini ko'rganman, lekin точно kim aniq bu odam, o'sha asoschisi kimligini bilmayman. Qoraqalpog'istonda ham ancha-muncha o'zgarishlar bor u yoqlarda. Chunki nimaga, men oxirgi 3 yil ichida kuzatib turibman. Hamma o'sha seminar tashkillashtirayotgan kompaniyalar, brendlar, umuman o'quv markazlari hammasini o'sha kuzatib turaman. Endi baribir Instagramda, e'londa, boshqada chiqib qolsa ko'rasiz. Ancha o'zgarish bor. Sistemlashtirilgan klinikalar bor. Shunaqa ketyapti. Endi ular-ku boshqa tema. Xo'p, bizda hozir endi o'zi asli taklifim bor, umuman diskussion klublarga. Mana Toshkentnikiga, Samarqandnikiga, Surxondaryonikiga spikerlar almashishimiz kerak. Yaxshi g'oya. Spiker almashish kerak, g'oya almashish kerak. Bir-birimizni chopishimiz kerak emas. Undan naburut spiker almashib turib, agar misol biz sog'lom raqobat. Sog'lom raqobat bo'lsa, zo'r bo'ladi, yaxshi ketadi. Nimaga? Bizani misol uchun spikerlarimiz bor, 20 taga yaqin o'zimiz klubimiz a'zolari. Bular misol uchun hammamiz ham fikrimizda, bular bilan maslahatlashib turamiz. Bularning orasida misol chet elga chiqqan, misol umuman Yevropa davlatiga yoki bo'lmasam SNG bo'yicha kurslarga, seminarlarga borib, o'zi bilim olib kelgan spikerlarimiz yetarli bizda, vodiyda hamda. Bularning bilim darajasi normalniy. Даже biz o'zimizni sostavda hozir mana bilim berib turibdi, 1 yildan beri beg'araz yordam qilib, hammalari bilimni olgan, bilimni ulashib turibdi. Xuddi shu spikerlarimiz uchun Toshkentga borib, o'zimizni doiramizda borib, o'sha diskussion klubi bilan Toshkentlik bilan hamkorlik qilish mumkin. Taklif bu o'zimizni shu klubdagi a'zolarga mavzu almashib, yoki bo'lmasam Samarqandniki bilan bo'lishi mumkin, yoki Surxondaryoniki bilan diskussion klublar faol ishlash kerak edi bunaqa vaziyatda. Shunda zo'r ketadi, bilim darajasini shu umumiy stomatologlarnikini yana ham oshirish. O'zi shundoq ham 5 yillik olgan bilim tajribamiz bor. Undan tashqari 2 yil yoki 3 yil olgan bilim tajribalarimiz bor. Institutda olgan bilim tajribamiz. Bundan tashqari hozir yangiliklarni o'rganish kerak. Yangi yilda faqat o'sha umumiy olganda respublika bo'yicha mutaxassislarning fikr almashish bo'lish kerak-da. Hamma misol deylik Toshkentda eng zo'r 10-15 ta zo'r haligi spikerlarni bilsangiz, ular zo'rligicha qolib ketmaslik kerak-da. Ular zo'r, to'g'ri, tan olamiz. Lekin kelib o'sha odamlar vodiyda agar zo'r bilim bersa, bizani vodiydagi spikerlar ham bilim darajasi oshadi yana ham. Keyin yana ular misol uchun boshqa voha yoki bo'lmasam boshqa viloyatlarga borib bemalol bilim almashsa bo'ladi. Misol beg'araz yordam bo'ladi. Shunda biz aytayotgan o'sha quyi tabaqadagi stomatologlarimizni, chetda qolib ketayotgan stomatologlarimizni quyi tabaqa deganda haligi kamsitish boshqa nazarda emas. Prosta o'sha qotib qolgan ularni ko'tarish kerak, rivojlantirish kerak. Tan olish kerak, kim qaysi stipendiyaligini tan olish kerak. Shunaqa. U tomoni ham bor. Yuqori stipendiyadagi doktor, o'rta, past u tan olish kerak. Xuddi shu stipendiyamiz yuqoriga chiqishimiz kerak. Yuqoriga chiqish kerak. Shunaqa. Regressga emas, orqaga qaytish kerak emas. Hozir yangiliklarga yetib bo'lmaydigan darajada stomatologiya. Hozir meditsina sohasi ichida eng tez rivojlanayotgan stomatologiya o'zi shunday. Shunaqa. Stomatologiya yildan yilga yangilik bor. Chunki yetkazib bo'lmayapti. Endi noto'g'ri 3 yil oldin siz ko'rganmisiz video kameraligini? 3 yil yo 4 yil oldin bo'lgan bo'lishi mumkin, ko'rmagansiz. Shunaqa. Men misol uchun shu o'tgan yil ko'rdim shu narsani. Shu yil yana ommaga chiqdi-da, misol Dubaydagi o'sha vistupkaga borishdi tanishlar.
ko'rsatishdi shu narsani. Xitoyda misol uchun borganlar ko'rsatishdi. Bu degani yildan yilga yana rivojlanish borda. Bugungi gapi ertaga to'g'ri kelmay qolyapti. Umuman stomatologiya sohasida. Baribir rivojlanish kerakda bu sohada. Xo'p, endi umuman olganda vaqt ajratdik. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. Biroz taklif berdik, boshqa qildik, yo'q demadingiz, vaqtingizni ajratib keldingiz. Kattakon rahmat sizga ham. Xudo xolasa podkastimiz davom etadi. Bundan keyingi podkastimiz mehmoni siz bo'lib qolishingiz mumkin, bilib bo'lmaydi. Shuning uchun tayyorgarlikni ko'rib, rivojlanishda o'zingizni ustingizda ishlashni boshlang. Biz doimo klubimiz a'zolari hammamiz birgalikda, hamjihatlikda yosh stomatologlarimizni doimo qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xolasa bu yilda o'sha mehmon spikerlardan tashqari yana studentlarni ham jalb qilmoqchimiz o'zimizga. Yana ham kattalashtirmoqchimiz, kengaytirib proyektni kattalashtirmoqchimiz. Xudo xolasa rejamizda bor bu narsalar. Kattakon rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Keyingi podkastlarga ham taklif qilsangiz, Xudo xolasa. ko'pchilik bo'ladi. Podkast qilsak ancha qiziqarliroq bo'ladi, chunki keyingi chaqirtiradigan odamlaringizga balki men ham savollarim bor bo'lishi mumkin. Bo'ladi, Yo'q albatta. demasangiz, Yo'q, albatta. Savol bilan tupikka tiqmaydi faqat. unaqa emas, xolis. Xolis. Fikr almashish. O'zaro fikr almashish, o'zaro o'zimizning fikrimizni qolganlarga yetkazish. Shunaqa u g'oyadan voz kechganman, birovda hijolat qiladigan savollar. Yo'q, bunaqa narsa kerak emas. Hamma o'zi uchun biladi shu. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Keyingisi siz bo'lishingiz mumkin. Bundan keyingi podkastlarimiz yana ham qiziqroq bo'ladi. Bugungi podkastimizda qanaqadir xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, avvalo hammadan uzr so'rayman. Keyin iloji bo'lsa podkastimizni qo'llab-quvvatlab, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi podkastimizga savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Videolarimizga like bosib, bemalol tanishlaringizga, do'stlaringizga ulashib qo'ying. Kattakon rahmat. Siz esa kanalimizga obuna bo'ling. Podkastimiz doimiy chiqib turishligi uchun like bosing va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.